changda nimalar bo'ladi? Pestitsidlar bo'ladi. Kichkina zamburug'chalar bo'ladi, mikro chastichniy bakteriyaga o'xshagan narsalar yuradi. Mikroskopda ko'rsanglar, u changdagi bakteriyalar ko'rishi mumkin, u organizmga tushadi, organizmda turli xil allergik holatlar, immunitetni susayishini olib kelishi mumkin. Bu havodan yo'qotish faqat bu bizani ekologiya holatimizga bog'liq, ya'ni yomg'ir yog'ishi kerak, qor bo'lishi kerak. Bizda yomg'ir yog'mayapti. Yomg'ir yog'sa mana shu havodagi zarrachalar, ya'ni pestitsidlar chang tushadi yerga. Shundagina havo tozalanadi. Endi allergik bor, astmasi bor, xronik bronxiti bor, allergik bronxiti borlarga men nimani tavsiya berardim? Patiderm Tonic Plus. Buni vazifasi nima? Bu baryer, ya'ni yuzingizga sepib, burningizga sepib, og'izga sepganda bu baryerni olib keladi. Ya'ni bu yerda pestitsidlar, changlar, turli xil bakteriyalar kirishi to'xtatiladi. E'tibor bersanglar, allergik holat kamayadi, tomoq qitish kamayadi, yo'tal kamayadi, burun oqishi kamayadi.